Otabek lekin mana shu narsani vashshi boplagan ekansiz bor-ku. Tamburmi? Ha. Juda ham ko'pchilik xonadonga boraman, mana shu joyi yo'q-da. O'zi nimaga mana shunaqa qilgansiz? O'zi sekin bir tushuntirib bering. Birinchidan bu yoqda to'pli pol bor. Aha. Mana hozir qish-ku. Eshikni ochsangiz sovuq g'uvillab kiradi. Mana bitta bolalar emeklab yuradigan bo'lsa sovuq urmaydi. Ikkinchi eshikni spesial qo'ygansiz, bu yoqdan sovuq kirmasligi uchun. Yoki bo'lsam teskarisi, ko'cha issiq bo'lsa, bu yoqda konditsioner ishlab turgan bo'lsa chiqib ketmaydi. Ikkinchi marta kirishda bilsangiz, umumanlikni ham qo'yib qo'yganmiz. Aha. Kelgan odam qo'lini yuvadi. Oldinlari qanaqa bo'lardi? Ha. Suv tutishardi-yu sochiq bilan. Hammasi tayyor bor. Bu o'tgan spesialni oynali eshik Infinity-ni bitta borganda yoqtirib qo'ygansiz. Menga mana shu eshikdan qo'yib bering deganingiz esingizdan. Aka, bu sizning ideyangiz. Menga yoqdi. Nimaga? Bu yoqda mana oynalar yo'q-ku. Qorong'xona bo'lib qoladi, evet. Svet chiroq o'chgan paytda ham mana bu yoqdagi yorug' kelib turish uchun. No bitta tomoni bor, tashqaridan kelgan odam bu yoqni ko'rmaydi. Shani ham zo'r qilib bergansiz. Lekin bu yoqdan siz bemalol ko'rib o'tirasiz. Da, okey, lekin eshikni boplagansiz. Keyin mana bu yoqdagi eshikni ham zo'r eshikni bergansiz. Oynali eshik qilib bergansiz-ku. Xona o'zi kichkina bilsangiz, ham uchastkalarni katta bo'lsa, mana uchastka ham kichkina. Mana shu uchastkani katta qilib ko'rsatish uchun mana shu oynaga skrit eshik qo'yib zo'r qilib bergansiz, aka. Zerkalariga eshingizda yo'q ekan, oldiy safar aytdingiz, "Voy, bu yerda zerkalami?" dedi. Ko'pchilik buni bilmaydi eshikni. Skritligi shunda-da, chunki mana bu yoqda ham oyna bor, buni ham eshik deb o'ylash mumkin-da, qaysidir ma'noda. Bu yoqda davom etgan. Da, eshiklar bunchalik darajada muhim sohaligini men bilmas ekanman, aka. Chunki bilasiz, mebel sohasi alohida tema. Mebel ichida kuxnyani ham qilib beramiz, panellarni ham qilib beramiz, zinani ham qilib beramiz deyshadi, rommigacha qilib beramiz deyshadi, bilasizmi? Lekin eshik temasi alohida tema-da, unga professional yondashmasa qiyin ekan. Men shunda shu narsani tushunib yetdim lekin. Hamma narsani o'zini ustasi bor, aka. Da. Keyin bitta video ko'rgan bo'lsangiz, sizning eshigingiz to'pga chiqib ketdi. Keyin ukam tashqaridan kelamiz, bilasiz, mana bu endi ko'chadan chiqadigan eshigimiz. Ha. Yomg'ir yog'yapti. Bu yoq sanuzel. Bu yoq zal. Bir aytdim. Mabodo sovuq kelib qoladigan bo'lsa, bu yerda ham shu oynali eshik-ku. Ichkarida nechta mehmonligini sanaysiz, ovqat olib kirishdan oldin yoki bo'lsam bir sovuq keladigan bo'lsa, kuyovlarni ko'rish uchun ham joyda. Faqat mana bittaga svet o'chirib qo'ysangiz, bu yoqdan ko'rinmaydi. Hammasi oldindan o'ylangan. Zo'r ishlar qilibsizlar deb maqtashdi. Mana shuni YouTube'ga qo'yganimda maqtashdi mana shu narsani. Skrit eshiklarga gap yo'q, aka. O'zi uzr, sizning kanalingizda men ko'p gapirib yordim. Toza o'tizib beryapman-da. O'zingiz nima deysiz? Umri qancha bu skrit eshiklarni? Endi aka, normalniy o'xut qilinsa, o'zini qonun qoidalariga rioya qilib ishlatiladigan bo'lsa, o'z ofitsialniy garantiyamiz 5 yil. Sizga bemalol 10 yil, 15 yilgacha xizmat qilib beradi. Gap.